pensiyadagi pul masalasida eng katta xato shuki, ko'pchilik oylik pensiyam baribir keladi, shoshilmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin iyul oyida aynan pensiyaga, qo'shimcha to'lovlarga, kompensatsiyalarga va qayta hisob kitoblarga taalluqli ayrim ishlarni vaqtida qilmasangiz, keyin pulingiz kechikishi, kam chiqishi yoki umuman keyingi oylarga surilib ketishi mumkin. Shuning uchun bugun men pensionerlar iyulda pul olish uchun ulgurishi kerak bo'lgan 5 ta muhim narsani aniq, oddiy tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga va qarindoshlariga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu mavzu oddiy maslahat emas, bu real pulingizni vaqtida olish masalasi. Avval muammoning ildizini tushuntirib beraman. Oldin ko'pchilik pensiya tizimini juda sodda deb bilardi. Yoshga yetdingiz, hujjat topshirdingiz, pensiya tayinlandi, har oy kartaga yoki pochta orqali pul keladi. Agar biror o'zgarish bo'lsa ham, odamlar o'zi avtomatik bo'lib ketadi deb kutardi. Hozir esa vaziyat ancha boshqacha. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bank kartasi faol yoki faol emasligi ko'riladi. Yashash joyi, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik holati, ish staji, qo'shimcha imtiyozlar va kompensatsiyalar alohida hisobga olinadi. Bitta kichik xato, masalan, pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa yoki ariza vaqtida berilmagan bo'lsa, pul tushashida muammo paydo bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, pensioner bir necha oy davomida kamroq pul olib yuradi. Keyin nega menga kam chiqyapti deb so'raydi. Tekshirib qaralsa, masalan, u nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lovga haqli bo'lgan, lekin hujjatini vaqtida yangilamagan. Yoki oila a'zosi vafot etgandan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha ariza topish kerak bo'lgan, lekin odamlar davlat o'zi biladi deb kutib qolgan. Shuni bilib oling. Ko'p hollarda pul avtomatik kelishi mumkin, lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, qayta hisoblashlar va ma'lumot tuzatishlar uchun sizning harakatingiz kerak bo'ladi. Birinchi ulgurish kerak bo'lgan narsa iyul oyida pensiya to'lov kanalini, ya'ni pul qayerga tushishini tekshirish. Agar siz pensiyani bank kartasi orqali olayotgan bo'lsangiz, kartangiz muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Hisob raqami faolmi? Bank ilovasida cheklov yo'qmi? Shularni tekshiring. Ko'p odamlar kartaning old tomonidagi amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 0724 deb yozilgan bo'lsa, ayrim banklarda karta iyul oxirigacha ishlaydi. Ayrim amaliy holatlarda esa yangilash jarayoni oldindan boshlanishi kerak bo'ladi. Agar pensiya aynan shu kartaga tushayotgan bo'lsa va karta yangilanmagan bo'lsa, pul kelishi kechikishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner har oy 20.400.000 so'm pensiya oladi. Uning kartasi iyulda muddati tugaydi. U esa kartani faqat pul tushmay qolgandan keyin yangilashga boradi. Bank yangi karta chiqaradi. Lekin ma'lumot pensiya to'lov tizimida yangilanishi uchun yana vaqt ketadi. Natijada odam 5-10 kun, ba'zan undan ham ko'proq kutadi. Bu orada dori olish, kommunal to'lov, oziq-ovqat masalasi qiynaydi. Shuning uchun men doim aytaman. Iyulda birinchi ish bank kartangizni pochta orqali olayotgan bo'lsangiz esa pochta manzilingizni tekshiring. Agar siz pensiyani pochta orqali uyga olib kelsin deb rasmiylashtirgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, vaqtincha boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz yoki mahalladagi ro'yxat bilan real yashash joyingiz mos kelmasa, buni ham aniqlashtiring. Pochta xodimi eski manzilga boradi. Siz u yerda bo'lmasangiz, pul qaytishi yoki keyingi tartibda qayta olib kelinishi mumkin. Bu esa ayniqsa yolg'iz yashovchi, kasal, harakatlanishi qiyin bo'lgan pensionerlar uchun katta muammo. Ikkinchi muhim narsa shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilash. Pasport yoki ID karta almashtirgan bo'lsa, familiya, ism, otasining ismi yozilishida farq bo'lsa, tug'ilgan sana yoki JSHR raqamida xatolik bo'lsa, bankdagi ma'lumot bilan pensiya tizimidagi ma'lumot mos kelmasa, pul o'tkazmada muammo bo'lishi mumkin. Ko'pchilik buni mayda masala deb o'ylaydi. Aslida esa elektron tizimda bitta harf farqi ham to'lovni tekshirishga tushirib qo'yishi mumkin. Masalan, bir pensionerning eski pasportda ismi To'lqin deb apostrof bilan yozilgan. Yangi ID kartada esa lotin yozuvida boshqacha transliteratsiya qilingan bo'lishi mumkin. Bankdagi ma'lumot bir xil, pensiya bo'limidagi ma'lumot boshqacha bo'lsa, tizim buni darhol inson ko'rib chiqadigan holatga o'tkazadi.
Pul butunlay yo'qolib ketmaydi, lekin kechikadi. Kechikkan pul keyin berilishi mumkin, ammo pensioner uchun bir haftalik kechikish ham jiddiy zarba bo'ladi. Shuning uchun iyulda pasportingizni, ID kartangizni, bank kartangizni va pensiya hujjatlaringizni bir joyga qo'yib solishtiring. Ism, familiya bir xil yozilganmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Telefon raqamingiz faolmi? Bank SMS xabarnomasi ishlayaptimi? Shularni tekshiring. Agar biror farq sezsangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Men bu ishni keyin qilaman deb qoldirmaslikni maslahat beraman. Chunki iyul oyida navbatlar. Dam olish kunlari, bayramoldi kechikishlar bo'lishi mumkin. Uchinchi narsa, qayta hisob-kitobga haqli bo'lsangiz, iyulda ariza berishga ulgurish. Bu juda muhim. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'ladi. Qo'shimcha ish staji yig'iladi. Ayrim hujjatlar keyin topiladi. Arxivdan ma'lumotnoma olinadi yoki oldin hisobga kirmagan davrlar aniqlanadi. Bunday holatlarda pensiyani qayta hisoblash masalasi paydo bo'ladi. Lekin bu jarayon ko'pincha o'z-o'zidan bo'lmaydi. Siz ariza berishingiz, hujjat ko'rsatishingiz, asos keltirishingiz kerak. Keling, oddiy raqamli misol bilan tushuntiraman. Bir kishi 60 yoshida pensiyaga chiqqan. Unga 1,2 million so'm tayinlangan. Keyin ma'lum bo'ldiki, uning 1990 yillardagi 5 yillik ish staji arxivdan topilmaganligi sababli hisobga kirmagan. Agar u arxiv ma'lumotnomasini olib kelsa va pensiya bo'limiga ariza bersa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Bu har doim katta summa qo'shiladi degani emas, lekin ba'zan o'yga bigelmang. 200 ming yoki undan ko'proq farq qilishi mumkin. Endi o'ylab ko'ring, agar odam bu ishni 6 oy kechiktirsa, har oy yo'qotayotgan farqi yig'ilib boradi. Yana bir misol. Pensioner pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlashda davom etgan. U ish beruvchi orqali ijtimoiy soliq to'langan davrlarni tekshirtiradi. Agar qonunchilikka ko'ra qayta hisoblash huquqi bo'lsa, u ariza beradi. Bu yerda muhim jihat, norasmiy ishlagan davr ko'p hollarda stajga kirmaydi. Men falon joyda ishlaganman, hamma biladi degan gap yetarli emas. Hujjat, buyruq, mehnat daftarchasi yozuvi, arxiv ma'lumotnomasi yoki elektron bazadagi tasdiq kerak bo'ladi. 4-narsa, qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar bo'yicha huquqingizni tekshirish. Pensiya faqat yoshga doir pensiyadan iborat emas. Ayrim holatlarda nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, urush yoki mehnat faxriyligi, yolg'iz keksalar uchun ijtimoiy yordam, parvarishga muhtojlik, kommunal kompensatsiya, dori darmon bo'yicha yordam, mahalla orqali beriladigan moddiy yordam kabi yo'nalishlar bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammani bir xil pul oladi deb aytmayman. Har bir to'lovning o'z sharti bor. Lekin muammo shundaki, ko'p pensionerlar o'z huquqini bilmagani uchun umuman murojaat qilmaydi. Masalan, 72 yoshli ayol yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. Pensiyasi 1 million 100 ming so'm. U kommunal to'lovlarni to'laydi. Dori oladi. Oziq-ovqatga pul yetkazishga qiynaladi. Mahallaga borib ijtimoiy yordam masalasini ko'tarmaydi. Chunki menga baribir bermaydi deb o'ylaydi. Lekin uning holati real o'rganilsa, yordamga muhtoj deb topilishi mumkin. Buning uchun ariza, pasport nusxasi, pensiya miqdori haqida ma'lumot, yashash sharoiti bo'yicha o'rganish dalolatnomasi kerak bo'lishi mumkin. Demak, odam murojaat qilmasa, tizim har doim ham uning eshigini o'zi taqillatib kelavermaydi. Nogironlik bo'yicha ham shunday. Agar pensionerning sog'ligi yomonlashgan bo'lsa, parvarishga ehtiyoji oshgan bo'lsa, tibbiy xulosalar yangilangan bo'lsa, u faqat uyda o'tirib kutmasligi kerak. Oilaviy poliklinikaga murojaat qilib, tibbiy ko'rik, tegishli komissiya, nogironlik guruhi yoki parvarishga muhtojlik holati bo'yicha tartibni so'rashi kerak. Agar hujjat rasmiy tasdiqlansa, keyingi bosqichda pensiya yoki ijtimoiy to'lovlarga ta'siri bo'lishi mumkin. Bu yerda eng katta xato, shifokor aytdi, kasalim og'ir bilan rasmiy hujjat bor degan narsa bir xil emas. Pul masalasida rasmiy hujjat hal qiladi. 5-narsa, iyul tugamasdan qarzdorlik, ushlab qolish va ijro hujjatlari bo'yicha holatingizni tekshirish. Ba'zan pensioner pensiyasi kamayib tushadi va u darhol davlat kamaytiribdi deb o'ylaydi. Aslida esa bank krediti, aliment, sud qarori, ijro hujjati, ortiqcha to'langan summani qaytarish yoki boshqa ushlab qolish bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyangizdan oldingiga nisbatan kamroq pul olgan bo'lsangiz, jim yurmasdan sababini yozma ravishda so'rang. Misol uchun, pensioner odatda 1 million 600 ming so'm oladi.
iyulda esa 1 milyon 200 ming so'm tushdi. Farq ichida 500 ming so'm. U bankka boradi. Bank bizga qancha kelgan bo'lsa, shuncha tushirdik deydi. Pensiya bo'limiga boradi. U yerda ushlab qolish borligi ma'lum bo'ladi. Yoki aksincha pensiya to'liq hisoblangan, lekin bank kredit bo'yicha avtomatik yechib olgan bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda to'lov varaqasi yoki hisob-kitob ma'lumotini ko'ring. Qayerdan qancha hisoblangan, qayerda qancha ushlab qolingan aniq bilib oling. Endi kimlar ayniqsa xavotir olish kerakligini alohida aytaman. Birinchi navbatda kartasining muddati iyul, avgust oylarida tugaydigan pensionerlar. Ikkinchi navbatda yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar. Uchinchi navbatda pensiyaga yaqinda chiqqan, lekin staj hujjatlari to'liq topilmagan odamlar. To'rtinchi navbatda nogironlik hujjati muddati yaqinlashayotgan yoki sog'lig'i yomonlashgan pensionerlar. Beshinchi navbatda pensiyasi oldingi oylarga qaraganda kamayib tushganlar. Oltinchi navbatda yolg'iz yashaydigan va mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimiga murojaat qilmagan keksalar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning kartangiz yangi bo'lsa, pasport ma'lumotingiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiya har oy bir xil va vaqtida tushayotgan bo'lsa, qo'shimcha hujjatlaringiz muddati tugamagan bo'lsa, qarzdorlik yoki ushlab qolish yo'q bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki men ko'p marta ko'rganman, odam menda hammasi joyida deydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, telefon raqami eski, bank SMS kelmaydi. Karta muddati yaqin yoki arxiv hujjati topilsa, pensiyasi oshishi mumkin ekan. Endi istisnolar va ko'zga ko'rinmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, ariza berilgan sana juda muhim bo'lishi mumkin. Ayrim to'lovlarda pul huquq paydo bo'lgan kundan, ayrimlarda ariza berilgan kundan, ayrimlarda esa keyingi oydan hisoblanadi. Shu sababli bir hafta farqi nima qiladi demang. Ba'zan aynan bir hafta bir oylik pulga ta'sir qiladi. Agar iyulda ariza topshirish kerak bo'lsa, oy oxirigacha kutib o'tirmang. Hujjat yetishmay qolsa, qayta borishga vaqt kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki javobga ishonib qolmang. Siz idoraga bordingiz, kimdi sizga tegishli emas dedi. Bu har doim yakuniy javob degani emas. Men janjal qiling demayman. Men tartibli harakat qiling deyman. Agar masala pulga taalluqli bo'lsa, arizani yozma topshiring. Ro'yxatdan o'tkazilganini so'rang. Javobni yozma oling. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish oson bo'ladi. Og'zaki gap esa ertaga isbot bo'lmaydi. Uchinchi nozik jihat, qarindosh orqali ish yuritishda ishonchnoma masalasi. Ko'p pensionerlar o'zi bora olmaydi, farzandi yoki nabirasini yuboradi. Lekin barcha ishni oddiygina bu mening o'g'lim deb hal qilib bo'lmaydi. Ayrim ma'lumotlar shaxsiy hisoblanadi, ayrim arizalar uchun ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar pensioner yura olmasa, notarial ishonchnoma, vasiylik hujjati yoki qonunda belgilangan boshqa tartib talab qilinishi mumkin. Oldindan telefon qilib yoki mahalla orqali so'rab bilib oling. To'rtinchi nozik jihat, bank kartasiga boshqa odamlarning qarzi aralashmasligi kerak. Ba'zan pensioner kartasidan farzandi foydalanadi, kredit to'laydi. Onlayn xarid qiladi, keyin pensiya tushishi bilan pul yechilib ketadi. Pensioner esa pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pul kelgan, lekin karta orqali avtomatik to'lov yoki qarz yechilgan. Shuning uchun pensiya kartasini imkon qadar faqat pensiya uchun ishlating. PIN kodni hech kimga bermang. SMS xabarini o'zingiz yoki ishonchli odam nazorat qilsin. 5-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Iyulda pensiyangizga qo'shimcha pul chiqarib beramiz. Karta ma'lumotingizni ayting, SMS kodni yuboring. Hujjatlaringizni pul evaziga tezlashtiramiz deganlar chiqishi mumkin. Men qat'iy aytaman, SMS kodni hech kimga aytmang. Karta raqami, amal qilish muddati va CVV kodini telefon orqali bermang. Notanish havolaga kirmang. Rasmiy masalani faqat bank, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, mahalla yoki tegishli davlat idorasi orqali hal qiling. Endi amaliy qadamlarni birma-bir aytaman. Birinchi qadam, bugunoq hujjatlar papkasini tayyorlang. Ichiga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa uni, bank kartasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, tibbiy xulosalar, o'quvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar, nikoh yoki o'lim guvohnomasi kerak bo'lsa, shularni joylang. Hamma narsani bitta papkada saqlasangiz, idoraga borganda sarosima bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, banka yoki bank ilovasiga kirib, karta holatini tekshiring. Karta faolmi? Muddati qachon tugaydi? Hisob raqam bloklanmaganmi
qarz yoki avtomatik yechimlar bormi? Shularni aniqlang. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, yangisini oldindan oling. Yangi karta olganingizdan keyin pensiya aynan shu kartaga tushishi uchun ma'lumot yangilanishi kerakmi? Yoki eski hisob raqam saqlanadimi? Bankdan aniq so'rang. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Mening pensiyam to'g'ri hisoblanganmi? Qo'shimcha stajim hisobga olinganmi? Qayta hisoblashga asos bormi? Iyul oyida to'lovimda ushlab qolish bormi deb so'rang. Iloji bo'lsa, savollaringizni oldindan qog'ozga yozib boring. Chunki idorada odam hayajonlanadi, navbat bo'ladi, savollar yoddan chiqadi. 4-qadam. Agar qo'shimcha staj yoki ish haqi ma'lumotlari kerak bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Sobiq ish joyingiz yopilgan bo'lsa ham, hujjatlar tuman, shahar yoki tashkilot arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchangizda yozuv bo'lsa, o'sha yozuv asosida qaysi tashkilot, qaysi yillar, qaysi lavozimda ishlaganingizni aniqlang. Arxiv ma'lumotnomasi chiqqandan keyin uni pensiya bo'limiga olib boring va qayta hisoblash bo'yicha ariza yozing. 5-qadam. Mahallaga boring va ijtimoiy yordam bo'yicha holatingizni tushuntiring. Ayniqsa yolg'iz yashasangiz, daromadingiz yetmasa, dori-darmonga ko'p pul ketsa, uyda nogiron yoki parvarishga muhtoj odam bo'lsa, bu holatni yashirmang. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimdan qanday yordam turlari borligini, qanday hujjat kerakligini so'rang. Hamma murojaat ham ijobiy hal bo'ladi deb va'da bermayman, lekin murojaat qilmasangiz imkoniyatdan o'zingiz voz kechgan bo'lasiz. Ariza yozishda ham oddiy aniq yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Chunki falon yillardagi ish stajim bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinmoqda yoki iyul oyida pensiyam oldingi oyga nisbatan kam tushganligi sababli hisob-kitob va ushlab qolishlar haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Ariza telefon raqamingizni, manzilingizni, sanani ko'rsating. Nusxasini o'zingizda olib qoling. Yana bir muhim maslahat. Hujjat topshirganda rasmga olib qo'ying yoki nusxa qildiring. Arxiv ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, guvohnoma kabi hujjatlarning aslini topshirish kerak bo'lsa, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki tilxat oling. Chunki hujjat yo'qolsa yoki keyin yana kerak bo'lsa, sizda isbot bo'lishi kerak. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, farzandlari befarq bo'lmasin. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiya kartasini, pasportini, dori xarajatlarini, kommunal to'lovlarni bir marta tekshirib chiqing. Ko'pincha keksa odamlar uyalmagandan emas, farzandini bezovta qilgisi kelmaganidan muammosini aytmaydi. Bir oyda 200 ming so'm kam tushayotgan bo'lsa ham, ular mayli deb yurishi mumkin. Lekin yil davomida bu katta summa bo'ladi. Xulosa qilib aytaman. Iyulda pensionerlar pul olish uchun 5 narsani albatta tekshirishi kerak. Birinchisi bank kartasi yoki pochta orqali to'lov kanali. Ikkinchisi pasport va shaxsiy ma'lumotlar. Uchinchisi pensiyani qayta hisoblashga asos bo'ladigan staj va hujjatlar. To'rtinchisi qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar va ijtimoiy yordam huquqi. Beshinchisi ushlab qolishlar, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Bu ishlar oddiy ko'rinadi. Lekin aynan shu oddiy tekshiruvlar ko'p odamning pulni vaqtida olishiga yordam beradi. Men sizga maslahat beraman, bu videoni ko'rib bo'lgach, keyin qilaman demang. Bugun hujjatlaringizni tekshiring. Ertaga bank yoki pensiya bo'limiga qo'ng'iroq qiling. Kerak bo'lsa ariza tayyorlang. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, pensiyangiz kechganmi, kamayganmi, qayta hisoblatganmisiz, izohlarda yozib qoldiring. Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot aynan iyul oyida kimningdir pulini saqlab qolishi mumkin.